Muhabbat Andijonning Shirmonbuloq qishlog'iga Sarvontepadan kelin bo'lib tushgan. Biz 1998-yil 28-noyabrda turmush qurganmiz. Qanday yashadingiz? Yaxshi yashaganmiz. Dehqonchilik bilan shug'ullanardik, yaxshi yashardik. Keyin birdaniga o'zi Rossiyaga boradigan bo'ldi. Shalada ishlab kelib, borib kelib. Mana 3 ta farzandli bo'ldik. Bir qiz, 2 o'g'limiz bor edi. Keyin 2012-yili 12-aprelda chiqib ketgan bo'yicha yo'q. Ketgandan keyin telefon qildi bizga. Bir yilcha gaplashib yurdik. 2013-2012-ni 2013ga o'tar, hali yangi yilda, dekabr yangi yil kuni telefon qildi. Bolalarni so'radi, bayram bilan tabrikladi. Kayib holatda ekan. Aytaveraman, men to'g'risini, men seni Dona deb telefon qilibman, Donani bayram bilan tabriklab qo'yay deb Dona jiyanimga qiluvdim, senmiding dedi. Keyin bolalarni so'rab o'chirib qo'ydi. Shu bo'yicha keyin bizga telefon qilmadi. Xabar yo'q. Ash nomerlarga telefon qildik. Mana Donapam guvohligida, Donapam ham qilgan, o'zimiz ham qilganmiz. Ash o'chik telefon o'chik ko'rgan. Shu bo'yicha xabar yo'q. Shobahrom bilan aloqaga chiqa olishmagandan so'ngra 2013-yili uning akasi Muzaffar Xudoyorov ukasini izlab Rossiyaning Tomsk shahriga yo'l oladi. Iqtisodiy qiyinchilik tufayli u Rossiyada ham ishlab, ham ukasi Shobahromni qidirishga majbur bo'ladi. Muzaffar akaning uylariga bordik. Afsuski uni ko'ra olmadik. 10 yildan o'tgan bo'lsa, mana shunaqa bo'lganiga, insirk bo'lganiga. Undan oldin borgan. Keyin odamlar shu ko'rdik, ishlayapti deganda. Bahrom edi o'sha bola. Men ko'rdim, yuribdi deganda, bunga oldinga borganda ko'rgan. Nima qilayotganingizni? U domlariga kirib ketganini ko'rgan ekan u bola. Orqasidan ko'rgan. Orqadan ko'rgan. Gapirishamiz desa o'sha yerda gaplashilmagan, orqasidan ko'rgan, kirib ketgan domni ichiga. Uylariga kirib ketgan deb o'shunga degan. Shundan kelganimizda degan, kelib aytgan, men ko'rdim, gaplashib. O'xshatgan bo'lishi mumkinmi? Yo'q, o'z ko'zim bilan ko'rgan ekan u bola. Keyin bu akasiga kelib aytgan ekan, akasi emasam kasal edi, sen bor bo'lmasam, bu bola qaytib ketgan. Qaytib ketib, agar sog'lom bo'lsa, jo'natib yuboraman. Yo'q, Salmandek endi kasal bo'lib nima bo'lib qolgan bo'lsa, sizni chaqiraman, siz borib olib kelasiz degan akasiga. Degandan keyin bu u bolani keyin topolmadim dedi. Shu bilan anaqa qilib istadik deb. Yerda nima ish qilardi Shobaxrom? Shobaxrom ham shu qurilishdami? Shu nima ish qilardi? Bali ustachilik qilishardi ular ham endi. Shobaxrom Xudoyorov asli qanday inson edi? Onamlarda oilasida 4 o'g'il, bitta qiz bo'lgan. Katta tog'am bor edi, yana onamdan keyin 3 ta tog'am bo'lgan. Shobaxrom akam rosa yaxshi inson edi. Shobaxrom akam do'styorlari ko'p edi. Bizga juda ham mehribon edi. O'zimda akam, opam bo'lmagani bilan akam opamni o'rnini bosib yashagan inson bo'lgan. Maktab davridan beri do'stmiz. 10 sinfga doğru birga o'qidik, keyin birga yurdik qishloqda. Erta bahor ketar edi, keyin kuzga qaytib kelardi, bu yerda bola chaqasi bilan yurib, yana erta bahor yana borardi. Uyni yaxshi ko'rardi, uyni yaxshi ko'rardi, bola chaqasini juda yaxshi ko'rardi. Nimadan kelishiga bola chaqasini olib shaharga olib ketardi. O'ynatgani, narsalar olib berib, yedirib, ichirib, o'ynatib juda mehribon edi bola chaqasiga. Endi bo'lib turgan er-xotin o'rtasida bo'ladi, janjallar bo'ladi. Endi kim bilsin, u darajada yo'qolib ketishini hech kim hayolimizga ham keltirmaganmiz. Harakat qildinglarmi izlash, topishga yoki daranglashga? Men Buloqboshi ichki ishlarga borganman. Shu bolalarim kichkinaligida otasi bedarak yo'qolganlik to'g'risida bunaqa pul olib turib qiylandim deb borganman. Ash yerda qidiruvga bering deyishgan.
keyin men aytdim sizlar beringlar dedim, men 3 ta bolam bor, qanaqa qilib beraman qidiruvga, men hali unaqani hali tushunmayman, siyosatga hech anaqa berilmaganman, bilmayman ham desam, ha opa siz beravering, biz bersak bizdan bir bola ko'proq bo'lib ketadi, siz bersangiz sizga osonroq bo'ladi dedi. Unga meni mablag' kerak ekan qidiruvga berish uchun, bizda mablag' bo'lmadi. Berilmadi. 2013-yilning yangi yil tongi Muhabbat va uning 3 farzandi uchun xayrli boshlanmadi. Oila o'z suyanchig'i va boquvchisini yo'qotdi. Muhabbat boshini qay toshga urishni bilmadi. Ishlaydi desa ishi, qo'lida hunari yo'q. Maktab yoshiga yetib yetmagan 3 farzandini esa boqib katta qilish kerak edi. 3 ta bola bilanmi? Yaxshi insonlar ko'p ekan bu dunyoda. Bular boshida shu bitta oshxonaga kirdim. Undan oldin nimalarda ishlab yurdim, choyxonalarda. U paytda 12 ming so'mdan ishlardik. Idish yuvib, kichkina qizim maktab o'quvchisi, 1-sinf, 2-sinf, xullas maktab o'quvchisi edi, ikkala bolam kichkina edi, ukalariga qarar edi. Qizim ukalariga qarab o'tirardi. Men 12 mingdan, kuniga 12 mingdan pul topib ularni boqar edim. Keyin Allohim meni ash yaxshi insonlarga ro'para qildimi, hojilarning qo'lida 11 yil ashitda nima pasodamoykada idish yuvib yurdim. Ashlar meni qo'lladi shu paytgacha. Mana bolalarimni maktab kiyimini ham qilib berishar edi. 4 ta aka ukani oshxonasi bor, ota-onalari hoji, o'zlari ham mana hammasi oilaviy hoji bo'lib kelishdi. Keyin har nima bayramlarda ehson qilib, meni yo'qlashib, ro'za paytlarida ham ehson qilishib, produktda edi, unda hamma yo'qdan pul tomonlama, har tomonlama yo'qlab ashlar menga bolalarimga bizga katta yordam berdi-da xullas. Endi mana o'g'lim katta bo'lib, maktabni bitirib, o'zi mana opam bolalar yordam qildi, mana kuyov bolasi yordam qildi, Xudoga shukr, mana qizimni chiqardim. Qizimni teng yarim sepini ashlar qilib berdi desam ham bo'laveradi. Shu opamning kuyov bolasi, o'g'li, ashlar mana o'g'limni 2 yildan beri chaqirishib, mana endi mashinchalik bo'lib qoldik, Xudoga shukr. O'g'lingiz Rossiyada? O'g'lim Rossiyada 2004-yil. O'g'lim yaxshi o'qirdi matematika, fizikadan. Ustozlar ham meni ko'p urishdi, lekin aya men o'qishga kirsam siz meni o'qita olmaysiz-ku, o'zingiz og'riqchan bo'lib qoldingiz-ku, operatsiyalar bo'ldim, oyoq qo'lim og'ridi, mana donopamlar xabari bor, suyaklarimni ukollar olib mashinchalik bo'ldim, Xudoga shukr yaxshi bo'lib qoldim, ishlamay qo'ydim. Ashi bolam mana 2 yildan beri bu yil 3-yil borib ishlab ashi ro'zg'or tebratyapti. Necha yoshda o'zi? 2004da 21 ga kirdida. Shu katta ro'zg'oringizni o'g'lingiz qiladi? Shu o'g'lim qilyapti endi. O'zim arachurada mana shu levalarga chiqib turaman. Kichkina o'g'lim bu yil 11-sinf bitiradi. O'g'lingiz yoningizda? O'g'lim yonimda. O'g'lingiz nima qiladi endi bundan keyin? Endi o'qishga topshirdi-yapmiz. O'qisam akam qiynaladi, aya. Akamning oldiga borib shu eski uylarda o'g'nashimiz kerak, remont qilishimiz kerak, akam uylashimiz kerak deb buna qilyapti. Kelib qoladi, umid qilamiz baribir. Yaxshimi yomon bolalarim otasi. Kelib qoladi, kutamiz baribir, umid qilamiz. Baribir ayol kishiga bitta erkak kishi bo'lish kerak ekan. Bolalarga ayniqsa hozir kichkina o'g'lim har kuni ota haqida qo'shiq qo'yib, yuragimni ezadi. Aytib turadi, aya, dadam o'ynatganlarni eslayman. Yaxshimi yomon baribir ota bo'lish kerak ekan deydi. Menga qilgan zulmlariga ham mayli, shu bolalarim oldiga kelib qolsa ham mayli. Ayol kishi endi hamma yoqqa chidaysiz, ko'nasiz. Bolalar katta bo'lgandan keyin baribir yaxshimi yomon ota bo'lish kerak ekan farzandlarga. Kelib qolsa qabul qilamiz. Qaysi ahvolda kelsa ham. Bu hikoya erlardan ajrab qolganlari sabab yillar davomida og'ir mehnat va tashvishlar yuki ostida ezilgan, shu tariqa farzandlari uchun o'z hayotlarini qurbon qilgan va qilayotgan millionlab o'zbek ayollaridan biri Muhabbatning achchiq taqdiri asosida tayyorlandi. Bu ma'sum va bechora ayollarning vijdonsiz erlari o'rniga farzandlari mas'uliyatini o'z yelkalariga olganliklaridan boshqa hech bir gunohlari yo'q. Agar bu dunyoda adolat bor bo'lsa, u Muhabbat kabi jabrdiyda ayollarning foydasiga ishlasin. Zero bu kabi ayollar O'zbekistonning ramziga aylanib bo'ldi. Ajrashgan va tul ayollar mamlakati.